Ha, qaynonamning qizi. Tinchlikmi? Qo'limdan tushib ketdi. Endi oyimni ko'rib kelishim uchun ham bitta yalinishim kerak bularga. Qorningiz ochdimi? Oha! Ana, yoqimli ishtaha. Bosing dadasi. Men adashib tushdim-ku, yanga. Dadasi? Men-ku? Hammasini o'zing qildingmi? Ha? Nimaga bo'lmasa kuymagan? Chota nimadir ne to? Nimadir dedingizmi dadasi? Tuxum yegim kelyapti, sveji. Qaynatib kelaymi, qovurib kelaymi? Qo'shni? Ha, Bizni xotin ko'ryapsizmi? aha, oldingda turibdi-ku. O'xshamayapti-da. Yo, ko'rinish bo'yicha muomala boshqa-da. Dadasi, kofe iching. Sveji sut bo'lsa yaxshi bo'laydi-da bunga. Dadasi, stakan ushlang. Ko'ch ko'rda ham so'yishdan oldin yaxshilab boqadi-da. Tinchlik bo'lsin iloyim. Davrim kelishmat bo'lsa, xotin bir yashirib qo'ygan pullaring yo'qmi? Mani